Assalomu alaykum hammaga. Men sizlar bilan yana Rushamjiman. Bugun sizlar bilan o'tgan yilgi formam bilan bu yilgi formamni taqqoslaymiz. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib, like bosib, meni qo'llab-quvvatlanglar. Tezroq 1000 ta bo'laylik. Bu meni o'tgan yilgi yubkam. Yubkam shunaqa skladkali edi. Tizzamga yetib turardi. Polnicha qora rangda mana shunaqa zanjirchasi bor. Menga juda ham yoqadigan yubkam edi. Hozir sizlarga bu yilgi yubkamni ham ko'rsataman. Bu meni bu yilgi yubkam. Tor, lekin tizzamdan pastroqda turadi. Oddiygina bazoviy qora rangda menga juda ham yoqdi. Bu bilan bitta zo'r rubashka oldirdim. Keyin ko'rasizlar. Bu bo'lsa meni o'tgan yilgi rubashkam. Shunaqa yengi kalta edi. Hech narsasiz, oshiqcha narsasiz. Ikkita yonida cho'nchakchasi bor edi. Pastida ipi ham bor, orqasiga bog'lanadi. Ko'proq modern, ya'ni zamonaviy ko'rinadi. Buni ham o'tgan yil oluvdim. Almashtirib kiyib yurishga juda ham mazza, tagidan havo o'tib turadi. Umuman nafas siqib qo'ymaydi-da. Bu bo'lsa meni bu yilgi rubashkam, orqasi korsetli, yoni shunaqa oddiygina, qo'li ham nima desa bo'ladi? Yengi uzun. Yengida shunaqa narsasi ham bor. Korsetli bo'lgani uchun menga juda ham yoqdi. Bu bo'lsa meni bu yilgi tufliyim. O'tgan yil tufli kiymaganim, krossovka kiyuvdim. Bu yil men tufli kiyib ko'ray dedim, chunki uncha tufli kiymayman. Mana oddiy qora. Tovonni baland oldirmoqchi edim. Уже katta sinfman. 9-klass, bu kichkina emas, lekin oldirmadim. Bu bo'lsa meni o'tgan yilda ishlatgan sumkam. Mana shunaqa. Bu tepasi ko'k, manzaralari oq. Shunaqa yopiladi, noodatiy. Hozirlarga yangi olgan sumkamni ham ko'rsataman. Bu bo'lsa meni yangi olgan sumkam. Mana shunaqa ko'rinishda, Atelipdan kichikroq qilib oldim. Даже brelok ham unga oldim. Xo'p, shunaqa obzorimni tugatdim. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Egnimdagi meni rubashkamni ham bu yil kiyish uchun oldim. Xayr.